Yumshoq kuch manbalari. Ma'lum bir davlatning yumshoq kuchi asosan 3 ta manbaga tayanadi. Uning boshqalar uchun jozibador bo'lgan madaniyati, mamlakat ichida va tashqarisida namuna bo'la oladigan siyosiy qadriyatlari hamda huquqiy va axloqiy kuch sifatida namoyon bo'lgan tashqi siyosati. Dastavval madaniyatdan boshlaymiz. Madaniyat bu jamiyat uchun ma'no mazmun kasb etadigan qadriyat va amaliyotlar yig'indisi. Uning turli shakllari mavjud bo'lib, odatda quyidagi ikki asosiy qismga ajratiladi. Yuqori qatlam vakillarini o'ziga jalb etuvchi adabiyot, san'at, ta'lim kabi yuksak madaniyat hamda ommaviy ko'ngilochar o'yin-kulgiga qaratilgan madaniyat. Basharti ma'lum davlat madaniyati insoniy qadriyatlarni o'z ichiga olgan bo'lsa, hamda uning siyosati boshqalar baham ko'radigan qadriyat va manfaatlarni targ'ib qilsa, bo'rsh va jozibaga asoslangan munosabatlar ushbu davlatga o'z-o'zidan istalgan natijalarni olish imkoniyatini taqdim etadi. Ulkan qiymatga ega bo'lgan va ufqlari chegaralangan madaniyatlar yoxud tor doiradagi qadriyatlar asosida yumshoq kuchni yaratib bo'lmaydi. Shuning uchun Qo'shma Shtatlar universal madaniyatdan foydalanishni afzal ko'radi. Nemis muharriri Jozef Joffe bir safar Amerikaning yumshoq kuchi uning iqtisodiy va harbiy vositalaridan ham kattaroq ekanligini ta'kidlagan edi. AQSh madaniyati Rim imperiyasi davridagi singari jadal suratlarda va mutlaqo yangicha yo'sinda dunyoga tarqaldi. Rim va Sovet Rossiyasining madaniyati ta'siri aynan ularning harbiy chegaralarida poyoniga yetdi. Biroq Amerikaning yumshoq kuchi quyosh botmaydigan sarhadlar ustidan ham o'z hukmronligini o'rnata oladi. Ba'zi tahlilchilar yumshoq kuchga oddiy madaniyat kuch sifatida qarashadi. Ular yumshoq kuch xulq-atvorini ba'zan uni ishlab chiqarishga yordam beradigan madaniy resurslar bilan tenglashtirgan holda hattoga yo'l qo'yishadi. Ular jalb qilish xatti-harakatlarini madaniy resurslar bilan chalkashtirib yuborishadi. Misol uchun, tarixchi Neil Ferguson yumshoq kuchni madaniy va tijorat tovarlari kabi noan'anaviy kuchlar deb ta'riflaydi va so'ngra uni yumshoq kuch degan sabab bilan rad etadi. Albatta, Koki va Big Mac'lar islom olamidagi aholini AQShni sevishga undashi shart emas. Shimoliy Koreya diktatura Kim Chen Ir pitsa va Amerika videolarini xush ko'rishi aytiladi, ammo bu uning yadroviy dasturlariga ta'sir qilmaydi. O'tkir vinolar va pishloqlar Fransiyani, Pokemon o'yinlari esa Yaponiya jozibadorligini oshiradi, biroq bu ularga o'zi istagan siyosiy natijalarni olishga kafolat bermaydi. Yuqoridagilar ommabop madaniyat odatda yumshoq kuchni ishlab chiqaradigan resurs ekanligini inkor qila olmaydi. Lekin ko'rib o'tganimizdek, har qanday quvvat manbasining samaradorligi vaziyatga bog'liq bo'ladi. Tanklar botqoqlarda yoki o'rmonlarda katta harbiy quvvat manbai bo'la olmaydi. Agar ma'lum davlatda sanoat bazasi bo'lmasa, ko'mir va po'lat ham asosiy energiya manbalari bo'la olmaydi. McDonald'sda ovqatlanayotgan serblar Miloshevichni qo'llab-quvvatlagan ruandaliklar esa Amerika logotiplari tushirilgan futbolkalarni kiyib, shafqatsizliklar sodir etgan. Qo'shma Shtatlarni Xitoy yoki Lotin Amerikasida jozibador qiladigan Amerika filmlari Saudiya Arabistoni yoki Pokistonda aks ta'sir ko'rsatishi va AQSh yumshoq kuchini kamaytirishi mumkin. Ammo umuman olganda so'rovlar shuni ko'rsatadiki, ommabop madaniyatimiz Qo'shma Shtatlarni boshqalarga hayratlanarli, ekzotik, boy, qudratli zamonaviylik va innovatsiyalarning ilg'or tomonida, ya'ni urfda bo'lgan davlat sifatida namoyon etadi. Odamlar hatto ushbu turmush tarzining ekologiya, jamiyat va tenglik uchun salbiy bo'lgan qirralari ham mavjudligini siyosiy fuqarolar sifatida ko'rib, bilib turishsa ham amerikancha to'kin hayotdan bahramand bo'lishini xohlashadi. Masalan, yosh xitoylik bir faol Xitoyda huquqlarni himoya qilish bo'yicha sud jarayonlariga oid yuzaga kelayotgan yangi harakatni tushuntirar ekan, vaziyatga quyidagicha izoh beradi. Biz ko'plab Gollivud filmlarini ko'rdik. Ular to'ylar, dafn marosimlari va sudga murojaat qilishadi. Shunday qilib, endi biz ham hayotimizda bir necha marta sudga borishni tabiiy holat sifatida qabul qila boshladik. Agar Amerikaning maqsadlari Xitoyda huquqiy tizimni mustahkamlashni o'z ichiga olsa, bunday filmlar Amerika elchisining
qonun ustuvorligini ahamiyati haqidagi nutqlaridan ko'ra samaraliroq bo'lardi. Keyingi bobda Amerika ommabop madaniyatining turli mintaqalarda va turli guruhlar o'rtasidagi asl jozibasi va nafrati Amerika rasmlariga o'z siyosatini targ'ib qilishi uchun qay darajada qiyinchilik tug'dirishi yoki yengilliklar yaratishi haqida to'xtalamiz. Shu ma'noda o'sha Gollivud rasmlari Eron kabi davlatlarda mullalar boshqaruvini qulatishda yosh avlodga jozibador bo'lib ko'rinishi mumkin. Xitoyda esa Amerika madaniyatini guruhlararo targ'ib etish yoki uni inkor etish boshqalar bilan muvozanatni ta'minlashga zamin yaratishni mumkin. Savdo hamda madaniyatni yoyishning o'ziga xos usullaridan biri hisoblanadi. Bu shaxsiy aloqalar, tashriflar va almashinuvlar orqali ham sodiq bo'ladi. Har yili Amerika universitetlarida tahsil olib keyin o'z vataniga qaytgan 1,5 milliondan ortiq chet ellik talabalar yoki Silikon vodiysida muvaffaqiyat qozonib vataniga qaytgan osiyolik tadbirkorlar ongida Amerika eksport qilayotgan g'oyalar va qadriyatlar mujassam bo'ladi. Ko'pgina Xitoy rahbarlarining AQShda tahsil olgan o'g'li yoki qizlari bor. Ular Qo'shma Shtatlarga nisbatan real ko'rinishni tasvirlay oladi. Bu esa ko'pincha rasmiy Xitoy targ'ibotidagi karikaturalarga zid keladi. Shunga o'xshab, Qo'shma Shtatlar Pokiston prezidenti Musharrafni o'z siyosatini o'zgartirishga va Amerikaning Afg'onistondagi chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlashga ko'ndirmoqchi bo'lganida prezidentning aynan Boston hududida ishlayotgan o'g'liga quloq solishi yordam bergan. Hukumatning ichki va tashqi siyosati yumshoq kuchning yana bir potensial manbasidir. Misol uchun, 1950-yillarda mamlakatdagi irqiy bo'linish Amerikaning Afrikadagi yumshoq kuchiga putur yetkazgan bo'lsa, bugungi kunda o'lim jazosi, amaliyot va zaif qurol nazorati Amerika yumshoq kuchining Yevropada pasayishiga sabab bo'lmoqda. Xuddi shu singari tashqi siyosat ham yumshoq kuchga sezilarli ta'sir qiladi. Jimmi Karterning inson huquqlari bo'yicha siyosati Reagan va Clinton ma'muriyatlarida hukumatning demokratiyani targ'ib qilish harakatlari bunga yorqin misoldir. Amerikaning inson huquqlari siyosati Argentinaning 1970-yillardagi harbiy hukumati tomonidan rad etilgan vaqtdan 20 yil o'tib, ya'ni peronistlar hokimiyat tepasiga kelgan vaqtda Qo'shma Shtatlar uchun sezilarli yumshoq kuch imkoniyatini vujudga keltirdi. Siyosat uzoq va qisqa muddatli ta'sirga ega bo'lishi mumkin, lekin bu vaziyat o'zgarishini ham bog'liq. 1990-yillarning boshlarida AQShning Argentinadagi mashhurligi Karterning 1970-yillardagi siyosatida ham o'z aksini topdi. Bu esa Argentina hukumati BMT doirasida va Bolqon hududlaridagi Amerika siyosatini qo'llab-quvvatlashiga sabab bo'ldi. Shunga qaramay, keyingi 10 yil ichida Qo'shma Shtatlar Argentina iqtisodiyotini tanazzuldan qutqara olmagan vaziyat vujudga kelgani sababli Amerikaning bu davlatdagi yumshoq kuchi sezilarli darajada pasayib ketdi. Ikkiyuzlamachilik, takabburlik, boshqalarning fikriga befarqlik hamda milliy manfaatlarga nisbatan tor yondashuvga asoslangan ichki yoki tashqi siyosat yumshoq kuchning qudratiga ulkan zarar yetkazadi. Misol uchun 2003-yilda Iroq urushidan keyin o'tkazilgan so'rovlar natijalariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar jozibadorligi keskin pasayib ketganida, aslida odamlar ko'p hollarda Qo'shma Shtatlarga emas, balki Bush ma'muriyati va uning siyosatiga munosabat bildirishgan edi. Ko'pgina mamlakatlardagi jamoatchilik Qo'shma Shtatlarning texnologiyasi, musiqasi, filmlar va televideniyasidan hayratda qolishadi, ammo ba'zi mamlakatlardagi millionlab odamlar Amerikaning o'z mamlakatlarida kuchayib borayotgan ta'sirini xush ko'rmasligi aytgan. 2003-yildagi Iroq urushi Qo'shma Shtatlar omadsizlikka uchragan birinchi siyosiy harakat emas. Keyingi bobda bundan 30 yil oldin ham butun dunyo bo'ylab ko'plab odamlar Amerikaning Vyetnamdagi urushiga nisbatan e'tiroz bildirgani haqida ko'rib chiqamiz. Siyosat o'zgarib, urush xotiralari unutilgach, Qo'shma Shtatlar boy berilgan yumshoq kuchning katta qismini qayta tiklaydi. Iroq urushidan keyin ham xuddi shu holat sodir bo'lish yoki bo'lmasligi Iroq siyosatining muvaffaqiyati Isroil-Falastin mojarosidagi
o'zgarishlar va boshqa ko'plab omillarga bog'liq bo'lib qoladi. Hukumat yuritayotgan ichki xulq-atvor siyosati, masalan, demokratiya, xalqaro institutlar, boshqalar bilan ishlash va tashqi siyosatdagi tinchlik va inson huquqlarini ilgari surish qadriyatlari o'zgalarning imtiyozlariga kuchli ta'sir qiladi. Hukumatlar namuna bo'lib boshqalarni jalb qilishi yoki ulardan nafrat uyg'otish mumkin, ammo yumshoq kuch qattiq kuchda bo'lgani kabi bunday holatda hukumatga tegishli bo'lmaydi. Kuch ishlatar vositalar kabi qattiq kuch ham qat'iy shaklda hukumat tegishli bo'ladi. Neft va mineral zaxiralari kabi milliy xususiyatga ega boshqa resurslar esa favqulodda vaziyatlarda safarbar qilish uchun fuqarolik havo floti kabi kollektiv nazorat ostida bo'ladi. Aksincha, ko'plab yumshoq kuch resurslari Amerika hukumatida ayrim bo'lib, uning ba'zi maqsadlariga qisman javob beradi. Xolos. Masalan, Vyetnam urushi davrida Amerika ommabop madaniyati ko'pincha rasmiy hukumat siyosati bilan o'zaro bog'liq holda ishlagan. Bugungi kunda esa islomni yovuz din kabi ifodalovchi fundamentalistik nasroniy guruhlar yoki liberal xulq-atvorga ega ayollar kiyimini namoyish qiladigan Gollivud filmlari erkin jamiyat sharoitida hukumat nazoratidan tashqariga chiqib ketadi. Lekin bu holat o'z-o'zidan davlatning islom mamlakatlari bilan munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlarga jiddiy putur yetkazadi.